qancha bo'ldi? Diyorbek aka yoshi necha yashar buni? Ukam buni yoshi 4 ish. 4 ish bo'yichi. Bo'yi 1.5 xudo xolasa. Parametrlari, uzunligi, razrezlari hamma yo'g'i kelgan xudo xolasa. Sotiladimi bu? Razrezi. Sotamiz xudo xolasa, narxini kelishsak bo'ldi. Sotiladi. Bundan qochgan soliqlarimiz bor, arashan soliqlar. O'shalarni bir ko'rsating obunachilaringizga. Kelinglar obunachilar mana. Obunachi soliqlarini ham olib chiqdik. Soliqlari ham katta narsa ekan. Buni ham yosh 4 ish ekan. 4 ish uka, shundan qochgan qo'chqorimiz, arashan qo'chqorimizdan qochgan liniya 80 qo'chqorimiz. Xudo xolasa bo'g'oz bu ham. Ash qo'chqorimizdan qisirda olib keldik, qo'ydik. Mana qo'chqorimizga baho beringlar akalar, yurishlariga. Pasiyalda like bosib qo'yinglar akalar. Biz kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Arashan qo'chqor, arashan soliqlar biz kanalda bo'ladi. Ko'radilardan ko'rsatib qo'ying. Yaqin bo'g'ozlari bu. Shu oldi qo'zilashni boshladi aka. 2-4 ishlar mana. Uzuy qilingan, hammasi bo'g'oz. Hisorlardan oldi qo'zilashni boshladi aka mana. Janovar qo'zini ham. Qizi mana bitta qizi tushgan. Xudo xolasa 1 oylik bo'lib qoldi qizi ham. Akalar bizdan ko'pchilik lakasidan so'rayapti, bag'i Quva Andijondan kelishda bo'ladi. Bag'i Qo'qon, Namangandan kelishda bo'ladi akalar. Toshkentning yo'lida o'ng qo'lda keladi. Ukamiz yangi kanal ochibdilar. Obuna bo'lib qo'yinglar, shu bolani kanalni adminga qilib qo'yamiz. Yosh bloger degan kanal ochibdilar. Yaxshi videolar qo'yadi xudo xolasa.